Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qanday ahvolingiz? Voy, o'tirib ketibsizlar qardash. Bog'chilik qo'ymada kitobni qo'shlar. Qanday qilamiz aka? Endi yotqin qo'ymagan ekan. Niyat qilib qo'ymada. Kichik qaqatni qo'ymada. Havo qilmadi qilmanga. Bunun qilmagan davo qilmadi. Mana bundan maqsam mana. Nima ekan bu? Mitoga. Chitoga? Mitoga. Nimani bakım bu? Şinjan Aydos Xalqaro savdo chekligi şirketi bozorga solgan Mitoga tamiratga malhami, qani tamiratgisi, yo'l tamiratga, tangi tamiratga, bosh tamiratgisi, qichqoq va har xil teri kasalliklarga unumli manfaat qiladi. Har qaysi nahiya shaharlardan vakolatcha qabul qilamiz. Telefon 0991 338 88 28. Kasap. Sizlar gultiradigan tashtak bormi? Lagmayadigan tashtak yo'q, hamiz gultiradigan tashtak fikrim. Necha pul bor tashtak tura? Kasap fikrim motordan tushmamni ashtaldan g'isht qo'ymagan ekan. Voy. Ha, bo'lgan mana necha pul? 15 ko fikrim. Bunda xizmat bor. Xizmat emas fikrim. 6 ko biralar bilan. Kim bo'lar fikrim? 7 ko biray basi. Kim bo'lar? Gelmabda. Kimmaydi fikrim bo'lar. Aysa bu abi bichanga loyda tutgan demiki bu 8 ko biray basi. Fikrim biz normal bundaroq o'rak olgan injener deymiz. Manda qaylab deyme. Asraq mangıl deyim sizbe bortdan saqqı solmagan ekan, menimi soqap mangıdığan. Meni suranman da qavziyatda qaplashib turmay. El Kamal kiyimleri. Özgüçe xoslik va salopatni, moda iqimni o'ziga mujassamlagan, erkaklarga xos salopat, ishonch, mas'uliyatni voyaga yetkazib, yigitlik salopatingiz va jasoratingizni kamal topqizguvchi El Kamal kiyimleri. El Kamal. Esta ediş. Paranlış menip çırak qaymay menip da qasaş tost edeymemdi. Qatnash qonuni xiloflik qildingiz. Chopirlik problem motor kinishkini. Aka be sen aldirab menip da diqqat qilmay menip qapda xudo diqqat qilma. Mashin to'g'ri xoti yo'q o'g'ita. Unda emasda Nega men qamda aldirab? qumga kelgan menga va qum so'yib ketmasin deb aldirab parang bilan bulab diqqat qilmay ketib qapdi. Ha, xudo chiroq qilib qo'yib menga. Men taqbu pul kelmagan menga o'xshay debdimi? Sen aldırma yok menip qo'yla. Manda ishtik maqsaq to'piq ko'mildigan ish qilmafka. Degan niyaz kirayoq o'tadi ya. Bir yo'ldan boshqa qanqasi ko'rda. Bir yo'l chiqsa, Siz mangaslarga. Mahmudda qatay nardi Mahmudda kiramiz. Asali yo'q bunda. Shig'il olsun Melitda. Meyli tizimimizda jaga bo'lsin. Tabi malvate taşqo'nga ish qilgan. Nima etan? Kishini qachita. 5 tonna. 3 tonna keldi shu. Biz ish qilib mana mashina. Ish qilamsizlar? Ha. Taşqo'nning yo'lini bilasizlar. Avval kishini qacha ish qilamsizlar ya. Ya ish qilmasak ish qilmas. Neç pul chiqib turibsizlar? 2000 koy bir anga chiqib. 2000 koy? Ha. Xizmat deyaptimi ya? Ya xizmat emas, Toshqo'rg'onning yo'lini sizlarni o'zingiz bilasizlar, xatarlik, yo'l bek eski agash hozir. 20 ming koylar bermay talashmaymi ish qilamsizlar?
Bir 20 kağa çıkma. Ben çıkıp ki. 20 kağa çıkıram Ben lan. çıkıp. Burası mı ya? Sen Burası maşını ki. kalsan. Baba. Ma kayla değişik bir iş kılayım ana. Değişik bulduk az iş kılgan balı mı? İçkimiz kim? Ben kaysa ka. Oo. İş kalam taş koygan ka. İçkimiz kim? İçkimem. Kardeş iş kalamdı mahkum zaman taş koygan ka. Madem ma. Bu adam puldan verse işte ka buradan götürüp dadımanı ka dem ma. Ha? Nemi çubuk olduk naslanı yapıyor yemez. Ölçek girip av naslanı yeylici ana. Yah balam, av yedi turgan egiz kutunu köydük mu? Haşerat kolu bulurken bu cinimiz aman kalmaydı. Hakikaten korkunç. Yan ana. Şundak balam, nazik hatarlık iyi sonu bolsun haşerat kolu bağırga herkes kırmızın unutup kalma. Barksa haşerat kolu. Hasharatxo'r turmushingizga pokizlik ham xotirjamlik beg'ishlug'isi. Yurtubak da koyuyorsun ya. Sağ bende bizde. Sonra da burada. Sonra bir çıktı erken. Ya aşkım ya. Al. Yürüyüş şu var da bulan ya. Makar tabam nokçisem koş beklemedi ya. Şimdi sen buna kullanğanda. Naklaf ki? O ya. Bu soyup da. Masa meni buzdo diyersem kanadaysa. Ya şemes bana yapıştı diyemeydim bana. Hepsi koş beklememse. Bu Allah. Az köpek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ya ben zagoyan için ne oldu? Mana mı? Ha, çıkma aşk sen. Ha, çıplak. Mana, kurang. Neresi mi bitsin baba? Mana neresi? Aa, bitsin. Yamına uyançına. Eş pul kim bulan akan? 500 kö. Bak hizmet diye tamam ya. Pazarına akan. Kepteyden soğuk yok ya da fizgoyla vermen ka. Kim buldu dedik. Ana kılman. Tözgö bire biranla şikine buldu. Kaççıda bulanlar. Mak ilan. Kayanlar var rast mullak atamdı ya. Ya adı dedeş. Malum her yüksek çıkıp dan beri bekle baksın mullak at bakan çatak çıkıncıma. Ya adı da elevran mı? Var rast adı da mı abi? Elevran mı deş mullak atmış ben çıkıp ispirma. Asmatxon g'aribcha muzikali choyxonasi 7-oyning 6-kuni dag'dug'liq tijorat boshladi. Asmatxon g'aribcha muzikali choyxonamiz yoshlarimiz uchun ozoda muhit, atrofli mulozimat, muvofiq baho hozirladi. Ayrim xollarimizning bizilishi alohida ustunlar ilg'or bo'lib, yoshlarimizning aram kunlaridagi har xil yig'ilishlarni o'tkazishdagi eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Manzil: Qashqar shahar Qizildiv yo'li televiziya stansiyasi Qilpash o'rnida, ya'ni San'at maktab ko'cha do'qmishida. Telefon 186 99 81 72 22. Qashqarimda ajdod zibo navqiron go'zal o'g'il zibo